Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2022-yili 5-yanvar 2 kuni dushanba. Bugun bizniki ulug' Ramazon ro'za bayramimiz. Hammalarniki bayrami muborak bo'lsin. Bu yillik ro'za bayramining ayeti bir atyazniki esli kuniga to'g'ri kelib qoldi. Mening o'ylarim bak chiroyli bo'lib ketdi hozir. Shunga sizlarga bir ko'z to'g'am kelib ketdi. Shunga bugun aslida naq maydonga chiqish planim yo'qdi. Sizlarga o'ylamni bir ko'sib qo'yay deb. Hozir endi xo'shalik topa olsak, azroq bo'lsa-mu, xo'shal yashaganimiz yaxshi. Shunga mashina qilib o'tiryapman. Bir ko'rib baqqan o'ylamni. O'ylamda analıcık, ana daraxtlari. Bu bir tip anar. Bu anar dehşet buludu harcılısı. Ondan keyin anar üzüp qoldi. Hozir üzüp qolgan analardimi 4-5 bor. Malarni men tikkan. Ma gullarni bu yil yangidan tikdim bir qism gullarni. Mushlarni o'zim damaga vaqtlarimda qilaman, o'zimning damlash sifati bilan. Ma bu meniki gulligim. Bu gullarniki ba'zilarini yangidan tikdim. Bir qismlari atir gullar ko'pincha burun bati. Qog'alarni bu yil tikkandiraman-da. O'zim bak huzurliman bu ishlardan, ishlarni qilib yurib. Ondan keyin bu yana bir kichik bog'. Bu yerda mana bor. Bu yuruk bilan shaptulni yangidan tikdim bu yil. Burum yerlarga ko'ktat teriydim, ko'ktat zot o'xshamaydi. Shuning bilan yemishlarini tikib qo'ydim. Mana tikana, mala üzünüp qolgan anar. Bu yerda bir nechta daraxt bor üzülüp qolgan anarlardan. Ondan keyin bu lemon, pomidor tikkan, bu yil bu pomidorlar bo'ladi sal turib. Faqat havo issimay sal qo'lib qo'yapti hozir. Bu beda ashkuki. Biz arjida atiyazda ashkukini xil yeymiz endi. O'zim teriyman, bunun hech qanday kimyalik narsa yo'q. Boshqa organik. Ondan keyin mana yana bir limon daraxti, lekin anar. Bu anar munaydi yaxshi bo'ladi. Sal jiraroq topaqay. Ondan keyin anjur. Anjur o'zi kichik, lekin naydi bo'ladi bu anjur. Bir 50-60 ta anjur bo'ladi tarixda. Bu yil sal azroq bo'lib qoldi. Ondan keyin üzüm barını demeyede. Burun tike üzüm bek o'xshagan, o'xshab 2-3 yil bek udan usul berib keyin biroq o'lib qoldi o'tgan yil. Shuni bu yil evitib mana yangidan tikdim. Bu yerda bunday gullarimiz bor. Ondan keyin üzümni bulatdi, bu yil bu misal qurib qoltiribdi, buni evitib qaytadan tikmoqchi. Mustaq damagan kunlari bu ishlarni qilib, hozir ba'zi anjurlar ba'zilar tushdi, ancha-muncha. Ondan keyin yana bir narsani unutib qolibman. Bizim o'yilda bir chilanmi bor. Chilanni tikilib bir narsa bo'lib qoldi, ammo bak asli ayindi ekan bu. Shunga hozir cho'ng bo'yotdi. Bundan hozir tushidi chilan darajasi. Xudoyim burisi bu mumkin yo'qolib qolar. Shunday qislarga bir ko'z qo'yib kelib qoldi. Erkaklarni chiqib yurganini deb o'ylab qolmanglar. Endi qandaymi? Yaxshi narsalar bo'lsa do'stlar bilan bahramand bo'lishni xohlab qoldik adam. Shunga qilib qoldim. Buludamisa ro'zat bayramini qo'shib qo'ram o'tkazinglar. Amalan ko'rish omon bo'laydi. Maqla xayr xo'sh, Allohga omonat.